Xitoy Korliga Gansudan qurolli qism yo'tkidi. 18 dekabr Yashin to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy yaqinda Sharqi Turkistonning Korli shahriga Gansudan qurolli qism yo'tkab, Korli shahri Takchi yezisidagi yangidan qurilgan soqchi punktlarga o'rinlashtirgan. Xabarda qurolli qism sonining qanchalik ekanligi ma'lum qilinmagan bo'lib, qurolli qismning yezilarning ko'cha do'qmishi, yezi bozor, 4 yo'l do'qmishlariga o'rinlashtirilganligi, ular yo'ldan o'tgan kishilarning kimligi, nadan kelganligi, telefonida dinga doir mazmunlarning bor yo'qligini tekshirdi ekan. Xitoyning Uyg'urlardan DNA avrishkisi elishdiki maqsadi nima? 17 dekabr Dajuan to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning 12 yoshdan 65 yoshgacha oralig'dagi Uyg'urlardan barmoq izi, qon avrishkisi, ovoz tusi avrishkisi qatorliq materiallarni elishda qon avrishkisi to'plab biologiyalik qurol yasash, Uyg'urlarni ichki organ tijoratidagi zapas mol sifatida ishlatish, Uyg'urlar dunyoning qandoq yerda bo'lishidan qat'iy nazar biologiyalik sonliq ma'lumot orqali kontrol qilish maqsadiga yetishdan iborat 3 xil razil maqsadining borligi bildirilgan. İslam dunyosi birlashishga eng muhtoj. Türkiye Ovozi Radiosuning xabarida ma'lum bo'lishicha, Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de davlat ishlari ziyoratida bo'layotgan Djibouti prezidenti Ismoil Ömer Guellih bilan ayrim va hay'atlar aro uchrashuvlarni o'tkazgandan keyin Cumhur Raislik sarayida qo'shma muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Erdo'g'an so'zida islom dunyosining birlikka, barobarlikka va hamkorlikka eng muhtoj kunlarni boshdan kechirayotganligiga ishorat qildi va bu musofada islom davlatlari orasidagi sun'iy saqlanayotgan masalalarni bir tarafga qayirib qo'yib, bir gavdiga aylanishi, bir-birlari bilan birlashishi kerak deganlarni ta'kidladi. Janubiy Koreya Xitoy baliqchilariga o'q chiqardi. TRT Ovoz xabarida ma'lum bo'lishicha, Yonhap agentligi Janubiy Koreya sohil bexatarlik xodimlarining Janubiy Koreyaning cheklangan iqtisodiy rayoniga xiloflik qilganligi sababidan Xitoyning 44 baliqchi paraxotini dastlabda so'z bilan ogohlantirganligini bildirdi. Xabarda ba'zi paraxotlarning Janubiy Koreya charlash paraxotiga qarab so'qilish uchun ilgirlaganda Janubiy sohil bexatarligi xodimlarining o'q chiqarganligi. Shundaq bo'lsa-mu, Xitoy baliqchi paraxotlari rayondan ayrilmaganlikdan Janubiy Koreya tarafining 4 charlash paraxotini ishga solganligi va xodimlarning 200 pay o'q chiqarganligi eskartildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying jiddiy echilgan axborot e'lon qilish yig'inida voqeadan ko'p andish qilayotganliklarini bildirdi. Türkiye Baş Ministri Binali Yildirim Arakan'da. Türkiye Ovozi Radiosuning xabarida ma'lum bo'lishicha, Türkiye Cumhuriyeti Baş Ministri Binali Yildirim Arakanlik musulmonlar panohlanayotgan Cox Bazar shahridagi Balu Xali lageriga bordi. Lagerda Türk Koordinatsiya agentligi TİKA, Tabiiy ofat va jiddiy ahvollarga taqobil turish idorasi AFAD, Türk Qizilay jamiyati, Diyanat vaqfi va har qaysi yordam tashkilotlarining vakillari Baş Minister Binali Yildirimni qizg'in kutib oldi.